Assalomu alaykum. 2026-yilda xizmatlar sohasini rivojlantirish davlat siyosatini fundamental yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Bunda asosiy masala ichki talabni rag'batlantirish. Ya'ni yalpi mahsuloti quruq statistika uchun emas, balki har bir oila farovonligi, turmush sifatini sezilarli darajada yaxshilash uchun juda ham muhim. Bugun biz shu haqida gaplashamiz va buning uchun studiyamizga To'ron bankning davlat dasturlari bilan ishlash departamenti direktori o'rinbosari Farruh Jumanovni, Turizm qo'mitasi diversifikatsiya boshqarmasi bosh mutaxassisi Islomiddin Sirojiddinovni hamda Mingboyev Robotics kompaniyasi direktori Mustafo Mingboyevlarni taklif qilganmiz. Assalomu alaykum, studiyamizga xush kelibsiz. Davlat aholini o'sib borayotgan xarid qobiliyatini sifatli xizmatlar, innovatsiyalar va rivojlangan infratuzilma bilan qo'llab-quvvatlashga kafil bo'laman deyapti. Mahalla darajasida xizmatlar iqtisodiyot degan g'oya o'rtaga tashlandi. Bunda mahallalarda ishlab chiqarish va servis obyektlari tashkil qilinyapti. Shu orqali aholi tadbirkorlikka jalb qilish ko'zda tutilgan va bunda banklar bu loyihalarga kreditlar berish kerak. Umuman banklar qanday moliyaviy yechimlar bilan ushbu loyihalarni qo'llab-quvvatlayapti? Birinchi savolim sizga. 2025-yildan prezidentimiz topshirig'i bilan mahalla bankirlari joriy qilindi, ularga yordamchi agentlar joriy qilindi. Bular mahalla bilan bankni bog'laydigan xodimlar hisoblanadi. Mahallani infratuzilmasini, mahallani ixtisoslashuvi qanaqa, drayveri qanaqa, shularni aniqlaydi. Har bitta mahallada bor. Har bitta mahallada bor. 10 mingga yaqin mahalla bor O'zbekistonda. Har bitta mahallaga bank xodimlari qo'yilgan. Shunday, har bitta mahallada bittadan bank xodimlari bor. Oldinlari mana yaqingacha fuqarolar, ya'ni o'zimiz ham mahallani yashash maskani deb bilardik-da. Endi hozir o'sha tadbirkorlikda yoki biznesda boshlanish tochkasi deb qaralyapti-da. Ya'ni hozirgi kunda banklar tomonidan, xususan To'ron bankda mahallalarga imtiyozli kreditlar, ya'ni ta'minotsiz kreditlar, garovsiz kreditlar tadbirkorligini boshlash uchun ajratilmoqda. Ya'ni bu ham o'sha endi tadbirkorligini boshlamoqchi bo'lgan tadbirkorlarga ancha qulay yechim. Mana yaqinda 2026-yilda prezidentimizning PT49 sonli qaroriga asosan tadbirkorligini agar o'sha mahallani ixtisoslashuvini yanada chuqurlashtirish uchun tadbirkorlik qilmoqchi bo'lganlarga 6% gacha davlat tomonidan kompensatsiyalar kredit foiziga. O'zi imtiyozli kredit. Yana ham uni 6% kompensatsiyani davlat tomonidan to'lab beramiz degan masalani o'rtaga tashlab, shuni ijrosi hozirgi kunda bo'lyapti. Boshlangan. Ya'ni demoqchi bo'lganimki, mahallani ixtisoslashuvi turizmga ixtisoslashgan bo'lsa, mahalla, ya'ni unda mehmon uyini tashkil qilmoqchi bo'lsa yoki qanaqadir turizmga bog'liq obyekt qurmoqchi bo'lsa, imtiyozli kredit o'zi ovoradi, ta'minotsiz. Undan tashqari o'sha foiziga yana ham 6% gacha davlat tomonidan subsidiyalar ajratilishi bo'yicha qarorlar imzolangan. Bu tadbirkorlarga yana ham qulaylik yaratmoqda. Turizm mavzusini ko'tardingiz. Umuman bugun butun respublikamiz bo'ylab turizmga ixtisoslashgan mahallalar, servis obyektlari ishga tushirilyapti. Aholi gavjum ko'chalarda, bundan tashqari sohil bo'ylarida yangi savdo va xizmat ko'rsatish obyektlari o'z faoliyatini boshlayapti. Umuman bu loyihalar raqobatdosh bo'lishi uchun yana qanaqa unikal servis modellar joriy qilinishi kerak deb o'ylaysiz? Avvalambor rahmat ko'rsatuvga taklif qilganinglar uchun. O'z bilamiz, mana turizm so'nggi yillarda mamlakatimizda bir driver yo'nalishiga aylandi. Iqtisodiyotda ajralmas qismi sifatida baholanyapti. Turizm o'sishini mana o'tgan yilni o'zida agar baholaydigan bo'lsak, har oyda 1 million nafardan sayyohlar tashrifi o'tgan yil kuzatildi. Bu yilgi rejalarimiz ham undan kam emas. Qancha? Bu yilgi rejamiz 12 milliondan oshirish. Bu o'z-o'zidan qo'shimcha xizmatlar, qo'shimcha servislar, yangi loyihalar, yangi turistik obyektlarni tashkil qilishni, ularni ishga tushirishni va bu borada davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash va tadbirkorlarni ham o'sha har xil yo'llar bilan qo'llab-quvvatlashni oldimizga maqsad qilib qo'yadi va endilikda turizmdagi, ya'ni keladigan sayohatchilar faqatgina yirik shaharlar emas, balki o'sha chekka qishloqlarimiz, mahallalarimizda ham o'sha turizm mahsulotlarini o'zlari bevosita sotib olishyapti, sinab ko'rishyapti va bu o'z-o'zidan
qo'shimcha xizmatlarni tashkil qilishni taqozo qiladi va mana oxirgi 3 oyda, ya'ni yanvar oyidan mart oyigacha Turizm qo'mitasi rahbariyati, Iqtisodiyot moliya vazirligi, Madaniy meros agentligi va Turizm qo'mitasi rahbariyati so'nggi 3 oyda yanvar oyidan mart oyigacha Iqtisodiyot moliya vazirligi, Madaniy meros agentligi va bir qator vazirliklar bilan hududlarda o'rganish o'tkazildi. Har bitta viloyatni, har bitta tumani va mahallalari borib o'rganildi va ular asosida o'sha qaysi hududni ixtisoslashuvi nima, qaysi yo'nalishda, aynan turizmda qaysi yo'nalishlarni rivojlantirsak bo'ladi. Mana shu bo'yicha alohida prezidentimizni farmoni ham tayyorlandi. Mana yaqinda taqdimot ham qilindi. Bu orqali biz o'sha hali ochilmagan, hali ishga tushmagan loyihalarni amalga oshirishni rejalashtiryapmiz. Bunda endi sayyohlarga qo'shimcha xizmatlarni taqdim qilish bilan birgalikda servisni ham, ya'ni xizmat ko'rsatishni sifatini ham oshirish rejalashtirilgan va bu maqsadlarda avvalo biz o'sha infratuzilmani ham yaxshilashni rejalashtirganmiz. Bunda eng muhim masala bu o'sha farmonda ham nazarda tutilgan, ya'ni endilikda o'sha infratuzilmasi yaxshilangan joylarda qo'shimcha xizmatlar, qo'shimcha servislar tashkil qilinadi. Eng oddiy misol uchun servisni agar oladigan bo'lsak, bu otda sayrlarni xizmatlarini tashkil qilish, bu oddiy bir xizmat deb oladigan bo'lsak, eng katta misol uchun turizmda bu xizmat ko'rsatish deb, misol uchun bu katta ko'rgazmalarni barcha tashkiliy masalalarni o'tkazish, bu servis sifatida aytsak bo'ladi. Endi sayyohlarimiz bu nafaqat xorijiy, balki mahalliy sayyohlarimiz uchun ham oila mehmon uyi xizmatlari, ovqatlanish xizmatlari, qo'shimcha misol uchun attraksionlar xizmatlari, bular hammasi o'sha turistik mahsulot sifatida sotilyapti va qo'shimcha rivojlantirilyapti. Endi aholi gavjum ko'chalar, o'sha sohil bo'ylaridachi qanaqa yangi servis xizmatlari bo'ladi? Aholi gavjum ko'chalar sifatida bu Toshkent misolida aytsak bo'ladi. Mana o'zingiz xabaringiz bor, Taras Shevchenko ko'chasi va mana Seulmun ko'chalarini bir misol sifatida aytsak bo'ladi. Bular o'sha gastronomiya yo'nalishida aynan bizni Toshkent shahrini qo'shimcha xizmat sifatida taqdim qilinyapti. Mana yaqinda endi Islom sivilizatsiyasi markazi ochildi va unga tutash hududda ham Hassimom mahallasi va unga tutash hududda ham xizmatlar yo'lga qo'yilyapti. Bularda asosan gastronomiya, suvenirlar sotuvi, qo'shimcha turistik xizmatlar va barchasi o'sha joylar taqdim qilinyapti. Sohil bo'ylari bizda mamlakatimiz bo'ylab o'sha daryo, kanal bo'ylaridan unumli foydalanish maqsadida endilikda u joylarda yo'laklar, sayr qilish uchun qo'shimcha xizmatlar va 24 soat ishlaydi. 24 soat ishlashini ta'minlash bo'yicha o'sha har bitta salohiyatli sohil bo'ylarini master rejalar ishlab chiqiladi. Master rejalarda aniq ko'rsatiladi, qaysi xizmat qayerda joylashtiriladi, qaysi joyda misol uchun muzqaymoq sotiladi, qaysi joyda misol uchun bolalar uchun attraksionlar tashkil qilinadi, qaysi joylar faqatgina sayr qilib, misol uchun oilaviy yoki do'stlar davrasida piknik qilish uchun ajratiladi. Mana shu narsalar ko'rsatib o'tiladi. Hozir mavjud tashkil qilingan obyektlar haqida gapirdingiz. Seulmunni, mana Zarqaynarni aytyapsiz yoki bo'lmasa Taras Shevchenko. Bu yil masalan 26-yilda Toshkentning yana qaysi ko'chasida biz shunga o'xshagan bir turistik yoki bo'lmasa servis ko'chalarini ko'rishimiz mumkin? Toshkent shahrida o'zi barcha tumanlarda belgilab olingan. 2026-yil yakuniga qadar Bektemir tumanida ishga tushirish rejalashtirilgan. Sirg'ali tumanida ham ishga tushadi va Uchtepa tumanida ham rejalashtirilgan. Aynan sayyohlar uchun sharoitlari bor, sayr qilish uchun boshqa xizmatlarni ko'rsatadigan ko'chalar tashkil qilish rejalashtirilgan. Juda ham yaxshi. Endi biz hozir turistlar uchun, odamlar uchun, tadbirkorlar uchun sharoitlar haqida gaplashyapmiz. Bu yerda endi imkoniyat cheklanganlar ham bor, to'g'rimi? Ular uchun qanaqa inklyuziv xizmatlar joriy qilinyapti? Biz bilamiz, siz bir unikal loyihani amalga oshiryapsiz, Mustafo. O'zingiz gapirib bering shu haqida. 2025-yil o'tgan yilda prezidentimizga chiqib taklif bildirganmiz, ya'ni shu imkoniyat cheklanganlarni zamonaviy protezlar bilan ta'minlash loyihasiga prezidentimiz qo'llab-quvvatlab tashabbuslari bilan hozir Ijtimoiy himoya milliy agentligi bilan birgalikda, mutaxassislar bilan birgalikda ishlab 14 xil zamonaviy bionik protezlarni bazaga kiritganmiz. Hozirda 2026-yil boshidan boshlab yurtimiz fuqarolariga, ya'ni imkoniyat cheklanganlarga zamonaviy bionik protezlar olish uchun to'laqonli vaucherlar shakllantirilyapti. Har bir fuqaroga, ya'ni o'sha zamonaviy bionik protezni to'laqonli davlat 100% qoplab beradi. Bu tekinga. Bu tekinga. Va bu narsa, bu xizmat fuqaro, ya'ni o'sha imkoniyat cheklangan shaxs hech qanday ovoragarchilikka uchramaydi. Ya'ni har bir yurtimizdagi har bir mahallagacha yetib borgan Ijtimoiy himoya milliy agentligi xodimi
o'sha mahallaga biriktirilgan xodimi o'z fuqarolarini, mahallasidagi fuqarolarni ro'yxatga oladi va ular uchun vaucher shakllantiradi. Ba'zaga ariza yuboradi, respublikadan tasdiqlatadi va vaucher shakllanib bo'lgandan keyin bizga yo'naltiradi. Barchasi bu onlayn raqamlashtirilgan tizim orqali bo'ladi. Ular hech qanday vaqtni tejaladi birinchidan, ikkinchidan davlat qoplab beryapti, moliyaviy yordam beryapti. Bunday tizim eng rivojlangan davlatlarga bu. Oldin misolan 2017-yildan beri faoliyat yuritsam, bu sohada fuqarolar orzu qilardi bunday tizimni. Ya'ni bizga hech bo'lmaganda 15%, 20% davlat qoplab yordam bersa edi deb. Hozir ana prezidentimiz tashabbuslari bilan 100% qoplab berdi. Birgina o'sha Mustafa Robotics kompaniyasi shuncha talabni, shuncha buyurtmani qoplay oladimi, ya'ni ulguradimi demoqchiman. Bu borada bizga imkoniyat berganlar prezidentimiz o'shanda, ya'ni birinchi imkoniyat bizni faoliyatimizni kengaytirishimiz uchun zdaniya berganlar, joy. Bino berilgan. Va bu binoni vazifasi shundan iborat bo'ladiki, u yerda gibrid tizim hosil qilamiz, ya'ni ishlab chiqarishni kengaytiramiz va u yerda reabilitatsiya bo'ladi. Undan tashqari bizni yangi zamonaviy kasbni o'rgatish uchun kadrlar tayyorlaymiz. Ya'ni respublikadagi faoliyat yuritib turgan, ya'ni o'sha protezlash sohasida bo'lgan mutaxassislarni olib, shu zamonaviy texnologiyadan foydalanishga o'rgatib, respublika bo'ylab mutaxassislar tayyorlashni ustiga ishlayapmiz hozir. Qancha protez ishlab chiqaradi shunda bir yilda? Hozirda korxonaning quvvati 500 tagacha yetadi. Uni faoliyatini kengaytirib nima qilsak, bemalol 2-3 mingtagacha yetkazib olamiz. Men bu loyiha haqida yaxshi bilaman, ma'lumotga egaman, lekin odamlar uchun bu juda ham qiziqdi. Bu oddiy protezlar emas, to'g'rimi? Shunday. Aytib berasizmi Bu bizga? ya'ni qisqacha tushuncha bersam, bu ya'ni robotlashgan protez qo'l deylik. Ya'ni o'sha amputatsiya bo'lgan qismga o'rnatiladi. Ya'ni inson bilan robotning mujassamligi. Ya'ni o'shanda bu muskulning yuzaq qismlariga biz sensorlar qo'yamiz, muskul sensorlari va u sensorlarning vazifasi muskuldan kelgan chastotalarni, ya'ni impulslarni qabul qiladi. Va ularni yuborib, o'sha protez qo'lning ichida joylashgan, kaf qismida joylashgan mikrokontrollerlarimiz bor. Ya'ni protez miya qismi, unga yuborgandan keyin u biz yozgan algoritm asosida uni buyruqqa aylantiradi. Va har bitta barmoq uchun biz bittadan motor joylashtirgan bo'lamiz, mikromotorni. Va o'sha motorlar barmoqlarni ochib yopadi. Shunday bemalol ishlashlari mumkinmi? Ular bemalol ishlaydi. O'zi faoliyatimizdan, natijalarimizdan kelib chiqsak, misol uchun bemalol avtomobil boshqara olishadi, zavodlarda ishlashyapti, tikuv sexlarida ishlashyapti, yoshlarimiz o'qishlarini davom ettiryapti. Bir xillarimiz bor, natijaga erishganmiz, ya'ni o'qishlarga kirib, hozirda IT sohasida yakuniy bosqichdagilar bor. O'zi kadr bo'lib yetishgan. Juda ham qiziq. Qarang, meni savolim shu o'z-o'zidan sizga bo'lyapti-da. Shu mahallalarda masalan, shu imkoniyat cheklangan insonlar uchun ham, tadbirkorlikni rivojlantirish uchun ham qanaqadir kreditlar berasizlarmi sizlar? Xo'p, mana shu banklar mahallagacha tushib ishlayotgani o'zi mana shu o'tgan yili bu yil ancha samarasini berdi. Hozirgi kunda mahallalarda tikuv sexlari paydo bo'lgan, qo'l mehnati bilan o'ymakorlik ishlab chiqarish sexchalari paydo bo'lgan mahallalar. Aynan imkoniyat cheklanganlar uchun. Ular chunki ortiqcha harakat qilmaydi, o'tirib mehnat qilishadi-da, qo'l mehnati. Ularga ham imtiyozli kreditlar bor. Kerak bo'lsa o'sha tikuv mashinalarini yoki qo'l dastgohlarinigacha o'zi yetkazib beriladi. Bu yerda mahallani ham tashabbusi bor, o'sha imkoniyat cheklanganlarga o'z mahallasidan joy beradi. U faqat o'zini band qilibgina qolmay, mahalladagi boshqa ishsiz ayollarni, ya'ni o'sha yosh bolasi borlar ham uzoqqa ishlolmaydi, lekin ishlagisi keladi, o'sha bolasi farzandi bor yoki uyidan uzoq keta olmaydi, shunaqa har xil vaziyat bo'lishi mumkin. O'shalarga ham keng imkoniyatlar yaratilganda, biz hududlarda rosa ko'p yuramiz, o'sha mahallalargacha boramiz, ko'rib ko'zingiz quvnaydi-da mahallalarda. Hozirgi o'sha ayollarni qilayotgan tadbirkorligi yoki yoshlarda ayniqsa parniklar qilishgan o'zini uyidan,
u yerda o'sha parniklarda bilasiz alohida e'tibor kerak u yerda har bitta niholga u yerda ham mahalladagi yoshlarni bir 3-4 yoshlar birikib tashkil qilishgan va ularga hammasiga imtiyozli kredit va imtiyozli davr ham beriladi, ya'ni daromadini olib o'zini oyoqqa turib olganda kreditlarni qaytarishga imkoniyati bo'lishligi uchun. Chunki ya'ni odamlar bu imkoniyatlardan foydalanishyapti. Shunaqa. Mana 2025-yilda oladigan bo'lsak, biz butun respublika bo'ylab qarayib shunaqa mahalla doirasida yoki biznesga birinchi qadam dasturi doirasida 20 mingga yaqin odamlarga mana shu imtiyozli kreditlar evaziga tadbirkorligini boshlashiga sababchi bo'ldikda. Tushunarli. Endi qarang, men qo'limda shunaqa raqamlar borki, bu aynan davlat dasturidan kelib chiqqan 4 milliard dollarlik 3,5 mingdan ziyod yangi servis loyihalari amalga oshirilishi belgilangan ekan. Bu endi oddiy o'sha biz bilgan o'sha bu yangi sartaroshxonalar yoki istaxonalar emas, balki o'sha zamonaviy maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchalari, kichkina logistika markazlari, ta'lim xizmatlari, shunga o'xshash loyihalar ko'paytirildi va buning uchun mana qarang 4 milliard dollarlik 3,5 mingdan ziyod yangi servis deyapmiz, loyihalar deyapmiz. Resurslar yetarlimi? Banklarning puli yetadimi? Banklarda puli xorij liniyalaridan kam foizli resurslar jalb qilgan holda mijozlarga ham o'sha tadbirkorlarga ham kam foizli kreditlar o'sha hisobidan beriladi. Bu ancha bank uchun ham qulay, tadbirkorlar uchun ham qulay. Kam foizli xorij liniyasi jalb qilinadi va kam foizli mijozlarga o'sha tadbirkorlarga, ya'ni mahalladagi fuqarolarga kam foizli kreditlar beriladi. Oldinlari biz bilardik, maishiy xizmat deganingizga mana mashinani servisi uchun tuman markaziga borilardi. Yoki oddiy moy almashtirish uchun ham tuman markaziga borilardi. Hozir deyarli hammada mashina bor, mahallaning o'zida shunaqa servislar tashkil qilingan. U yerda masterlar bor, shunaqa ustalar o'sha mahalladagi hunar o'rganmoqchi bo'lgan yoshlarga hunar o'rgatib, o'shani shu yerda ish bilan ham ta'minlayapti-da. Undan tashqari boya aytganimizda savdo komplekslari mahallaning o'zida, maishiy ovqatlanish shoxobchalari hozirgi kunda faqat respublikaning hamma viloyat markazi shaharlarda loyiha ofislari, mahallalar o'rtasida loyiha ofislari tashkil qilinyapti. Ya'ni har 3-4 mahallada drayveri bir xil mahallalar, ya'ni faqat savdoga mo'ljallangan mahalla yoki ishlab chiqarishga ixtisoslashgan mahalla yoki qishloq xo'jaligi. O'shalarning o'rtasida loyiha ofislari tashkil qilinyapti. Bu loyiha ofisi tashkil qilinadiganida majoziy ma'noda, ya'ni bir izdaniya bino qurib qo'yib o'sha yerda emas, o'sha deylik hunarmandchilikka 3 mahalla o'rtasida qilinsa, o'sha hunarmand qo'l mehnati qilinganini eksport qilishga yordamlashadi. Ya'ni ularni sotishiga tadbirkorlar, ya'ni xaridorlar topib berishga yordamlashadigan bank bor bu yerda. O'sha loyiha ofisi yordamlashadi. Loyiha ofisi yordamlashadi. Chunki odamlar ba'zilar bilmasligi mumkin, to'g'rimi? Ko'nikmalari yetmasligi mumkin, to'g'rimi? Oldinlari o'zimizda ham shunaqa fikr bo'lgan, bankdan kredit olish uchun o'sha garov kerak, ya'ni ta'minot kerak, kafolat kerak yoki qanaqadir tanish kerak degan tushunchalar bo'lardi. Hozir aholiga o'sha banklar mahallagacha tushgani ancha qulay. Siz bilan gaplashadi, misol uchun fuqaro bilan gaplashadidagin qiziqtiradi. Bankda siz dedi xohlaysizmi, mana shunaqa imtiyozli kreditimiz bor dedi. Hozir men siz bilan bular bilan gaplashib o'tirganda o'zi yana mana shunaqa ish qilsak bo'lar ekan deb hozir ichimda o'ylab o'tiribman-da. Endi hozir borib rahbariyatimizga shuna taklif bermoqchiman-da. Endi hali kelajakda anaqa qilib. Hozir mana shu oldindan o'zi bir gap bor. Bir kishining fikridan ko'ra ikki kishining fikrida yangi g'oyalar paydo bo'ladi shunday. Bu yerda banklarning o'rni mana shu imtiyozli kreditlarda doimiy mahalla fuqarolarini qo'llab turadi. Undan ham imtiyozlisidan ham o'sha imtiyozli davr bergani ham bu ancha fuqarolarga yordam beradi. Ya'ni odamlar oldin shu kredit so'rab bankka borardi, hozir endi bank o'zi odamlarning uyiga kiryapti. Shunda uyigacha kirib, uni deylik fuqaro so'raydiki, chorvachilikka kredit so'raydi-da. Lekin boya aytgan mahalla bankida yoki yordamchi agentlar bitta naqasi tanlangani o'sha mahallada istiqomat qiladigan fuqarolar olinganda yordamchi agent sifatida. Ya'ni oldindan o'zi shunaqa gap borki, uy sotsang yoki gilam sotsang qo'shningga sot, bir chetda o'zing ham o'tirasan deydi-ku, o'shaning uchun tanlangani
o'sha yordamchi agentlar nima bo'lsa ham o'sha mahallaga yordam bo'lsin, bitta bo'lsa ham odamni tadbirkor qilay. Bitta odam tadbirkor bo'lsa, o'zimiz ko'ryapmiz, yoniga qo'shimcha 4 kishi, 5 kishigacha odamlarni ish bilan ta'minlayapti, tadbirkorlikka qiziqtiryapti yoki ish bilan ta'minlayapti. Biz ko'rdik, bir hududga borganimizda domda birinchi etajini bir oila tikuv sexiga aylantirganda, u yerda 10 taga yaqin ayollarni band qilgan. Undan tashqari o'sha domda turadiganlarni uyigacha o'sha bular bichib berishar ekanda, uyiga chiqarishar ekan. Ular uyida tikib kelganligi uchun har bitta tikib mahsuloti uchun alohida pul olishar ekanda, bir kunda shunaqa ayollar bor ekan, kuniga 500 ming, 400 minggacha daromad qilishar ekanda. Bu ham o'sha menimcha banklarning mahallagacha tushganligini samarasi deb o'ylayman-da. Shunday. Endi turizmga qaytadigan bo'lsak, servis madaniyati eng og'riqli nuqta, to'g'rimi? Buni tez o'zgartirish mumkinmi o'zi? Endi hozirgi tendensiya shunaqaki, yangiliklar juda ham tez qabul qilinyapti, yangi rivojlanish o'zi juda ham tezlashib ketgan. Hayot tezlashib ketdi. Hozirgi misol uchun o'sha tendensiyalarga ko'nikish va ularga o'sha yechim topish biroz murakkab, lekin buni yo'li bor. Ya'ni doimiy ravishda o'sha qaysi darajada bo'lsa ham xodimlarni, servis xodimlari malakasini oshirib borish bu kun tartibidagi masala bo'lishi kerak. Bu har bir tadbirkorda, har bir o'sha xizmat ko'rsatuvchi sohada ishlaydiganlarga taalluqli va turizm qo'mitasi tomonidan doimiy ravishda bu yo'nalishlar qo'llab-quvvatlab kelinadi. Ayniqsa xabaringiz bor, 2023-yilda bizda Jahon turizm tashkilotini general assambleyasi o'tkazilgan. Undan keyingi davrda aynan turizm yo'nalishida Jahon turizm tashkiloti bilan hamkorligimiz kengaydi. Aynan ta'lim, malaka oshirish yo'nalishida bu Samarqandda tashkil qilingan Jahon turizm tashkilotini Ipak yo'li ofisi misolida va bundan tashqari Jahon turizm tashkilotining alohida akademiyasi ham ochildi. Bu o'sha mamlakatimizda xizmat sifatini yuqori darajaga olib chiqish, umuman barcha yo'nalishda, barcha davlatlardan keladigan sayyohlarga xizmat sifatini oshirib ko'rsatishni nazarda tutadi. Chunki bu yerda bilasizmi, bu yerda gap O'zbekistonni mamlakati imidji haqida ketyapti, to'g'rimi? Xuddi shunday. Chunki mana aytdik, o'sha o'tgan yil mana sayyohlar soni oshdi va bu doimiy o'sish davom etib keladi. Bu o'z-o'zidan hamma sohaga, bu o'sha ovqatlanish sohasida, mehmonxona sohasida yangi tendensiyalarni qabul qilgan holda yangi yechimlarni qilish, xizmat sifatini oshirishni taqozo qiladi. Keyin mana hozir aytib o'tdilar, oddiy bir mahalla misolida o'sha bir qancha qo'shnilarni jalb qilib xizmat ko'rsatishni tashkil qilishganini, buni ham misol uchun bizda turizm sohasida bitta oilaviy mehmon uyga keladigan sayyoh faqatgina u oilaviy mehmon uyda qolmaydi. Bundan tashqari o'sha joyda misol uchun birga ovqat tayyorlashi mumkin. Uni qaysidir qo'shnisi qiladi. Yoki bo'lmasa hunarmandchilikda qaysidir bir xonadonda agar o'sha o'zimizni qadimiy an'analarimizga asoslanib bir to'quv dastgohlari bo'lsa, o'sha jarayonda qatnashadi. Yoki bo'lmasam, agar u tog'li hududda joylashgan bo'lsa, birgalikda sayohat qilish mumkin. Mana shu hammasini faqatgina u odam emas, balki uni qo'shnilari ham tashkil qiladi. Bu misol uchun har bitta xizmatda agar o'rtacha misol uchun $30 deb oladigan bo'lsak, bu katta o'sha mahalladagi, qishloqdagi aholimizga turmush farovonligini oshirish uchun to'g'rimi? Ham oshiradi. Keyin mana hozir shu gapni gapiryapsiz, meni esimga kelyapti, o'sha Zarqaynarda ham masalan zargarlarning mahallasi ekanda, o'sha yerda ham meni bilishimcha qanaqadir shunaqa uylar tashkil qilinib, o'sha yerda kichkinagina bir ustaxonaga o'xshagan joylar, bu turistlar uchun rosa qiziq bo'ladi, to'g'rimi? Albatta, chunki turizmda o'zi alohida bitta qismi bor, u experiential turizm deydi, ya'ni tajriba asosida o'rganish. Alohida maxsus sayyohlar segmenti bor. Bular o'sha mamlakatdagi madaniyat yoki bo'lmasa hunarmandchilik mahsulotlarini yasash uchun, o'zi yasab, o'zi bilan olib ketish uchun qiziqadi. Bu narsa juda ham yaxshi o'zlashtirgan. Aynan hunarmandlarimiz siz bilan hattoki mana turizmda bo'lib biz ham bilmaslik mumkin, lekin alohida master klass darslar tashkil qilingan. Samarqandda, ayniqsa Rishtonda bu narsa yo'lga qo'yilgan. Buxoroda ham men ko'rganman. Hunarmandchilik markazlarida bu narsalar yo'lga qo'yilganki, borib o'rganishadi. Ana endi rosa qimmatga ham sotishadi. Shunday, chunki u misol uchun yillar davomida shakllangan tajriba. Uni misol uchun bebaho narsa, u tajribani yana o'z qo'li bilan qilgan, to'g'rimi? Qo'l mehnati. Xohlagan narxingizda sotasiz, chunki u tajriba asosida shakllangan va buni misol uchun o'sha segmentdagi sayyohlar juda yaxshi tushunadi va
qancha bo'lsa ham to'lashga Va tayyor. bundan foydalanish kerak. Chunki to'g'rimi? bular o'zlari bilan nafaqat sayohat, balki o'zlari bilan xotirani olib ketishadi. Ya'ni mana shu ulaganni, misol uchun O'zbekistonda, Samarqandda o'sha bitta chekka qishloqda yoki misol uchun Rishton degan joydagi bitta loydan o'zim yasaganman deb o'sha uyga qo'yib qo'yish mumkin. Bu o'sha, ya'ni sayohatda eng muhim joyi bu o'zingiz bilan xotiralarni birga olib ketishingizni nazarda tutadi. Va albatta endi bu xotiralarni yaxshi bo'lishi uchun biz o'sha servisni va ko'rsatilgan xizmatlarni turlarini ko'paytirishimiz kerak. Sifatini yaxshilashimiz kerak. Endi hozir Mustafo, bu yog'iga nima qilmoqchisizlar? Masalan, mana zamon tezlashib ketyapti, yangi imkoniyatlar ochilyapti. Bu imkoniyat cheklangan insonlar uchun ham bo'lishi kerak, to'g'rimi? Qanaqadir loyihangiz ustida, uni takomillashtirish ustida ham ishlayapsizmi? O'zida bizani faoliyatimiz, ya'ni loyihamiz asl maqsadi faqat imkoniyat cheklanganlarni protez bilan yoki zamonaviy protez bilan ta'minlash xolos emas, ya'ni uni tagida, zamirida, ya'ni inson unumdorligini oshirish. Ya'ni o'sha fuqaroni zamonaviy protez bilan ta'minlash orqali uni unumdorligini oshirish, hayotga qaytarish va aktiv hayot kechirishga imkoniyat yaratish. Bu uchun ya'ni hozir boya aytgandek ijtimoiy himoya milliy agentligi bilan birgalikda ishlayapmiz. Ularga ham topshiriq qo'yilgan, ya'ni shu fuqarolarga, ya'ni ish bilan ta'minlash. Ya'ni tadbirkorlar bilan birgalikda ishlab, mahallalarga, tumanlarga o'sha yerdagi tadbirkorlar bilan ishlab turib, ya'ni o'sha fuqarolarga ish o'rni yaratib berishga yordamlashish. Va bundan tashqari prezidentimizning qarorlari bilan borki, ya'ni shu imkoniyat cheklanganlarni ish bilan ta'minlangan tadbirkorlarga soliq imtiyozlari beriladi. Bu tadbirkorlarga ham foyda va bularni ham aktiv hayotga qaytishiga to'laqonli, ya'ni servis xizmatlari yo'lga qo'yilyapti. Undan tashqari, ya'ni bizning loyihalarimiz 2030-yilgacha ya'ni shunaqa rejalar tuzganmizki, og'ir ish faoliyatini yuritadigan fuqarolar uchun egzoskeletlar ishlab chiqaryapmiz. Ya'ni bular ustiga ish olib boryapmiz. Bu nima qiladi? Ya'ni insonni og'ir mehnat qilganda o'sha nagruzkani, ya'ni yukni o'ziga oladi va insonni o'sha ishchini unumdorligini oshiradi. Ya'ni kutilmagan jarohatlardan asraydi, charchoqdan asraydi va inson ishidan horib kelmaydi-da. Va boshqa ishlarga ham vaqti qoladi, ya'ni kuchi qoladi. Mustafo, adashmasam siz xorijda o'qigansiz, to'g'rimi? Masalan, qayerda? Britaniyada o'qigansiz, o'sha yerda ma'lum bir vaqt yashagansiz, to'g'rimi? Qandaydir kuzatganmisiz, masalan, imkoniyat cheklangan insonlar, masalan, qanaqa servislarda, masalan, xizmat ko'rsatishadi? Ya'ni o'sha narsalarni, o'sha tajribalarni biz O'zbekistonga ham olib kelishimiz mumkin degan ma'noda. Endi u yerda imkoniyat cheklanganlar deyarli barcha xizmatlarga erkin, barcha xizmatlarda bor. Ular cheklanmagan, xohlagan sohada, xohlagan yo'nalishda ishlashi mumkin. Chunki hozir ana endi biz ham shuni olib kiryapmiz, ko'niktiryapmiz aholiga. Bizda shu narsa bor ediki, oldin ya'ni imkoniyat cheklanganlar iloji boricha shu oila aholisi tomonidan ham qandaydir vakuum ostida uyda bo'lish kerak, cheklab qolish kerak, cheklab qolish kerak, bu chiqmaslik kerak. Jamiyatdan ajratib qo'yilgan ajratishga. Bu narsani endi bu shu mahsulotlar bilan, ya'ni tushunchalar bilan nima qilyapmiz? Ya'ni nima? Bu chiqsin, harakat qilsin, o'qisin, nima orzusi bor. Odamlarga qo'shilsin. Biznes boshlaganlar bor bu bilan. Hamma sohada kirib kelishi mumkin. Chunki imkoniyat cheklangan bo'lishi mumkin, tasodif hodisa. Lekin o'sha yosh kadr juda ilmiy salohiyati yuqori bo'lishi mumkin. To'g'ri. Bor bunaqalar ko'rganmiz. Shunday kadrni shunchaki biz uyga qamab qo'ya olmaymiz. Bunga imkoniyat berishimiz kerak. Atrofdagilarga ham tushuntirishimiz kerakki, bularga past nazarda yo boshqacha qarash kerak emas. Hayratlanib yo boshqa qilib. Bu shunday bo'lgan, shunday bo'ldi va bu yangi texnologiyadan foydalanyapti va hayotga qaytyapti. Bular bir qahramon. Chunki shunday narsani boshidan o'tkazib turib, yana qayta oyoqqa turib, bir narsaga erisha olgan inson bu qahramon. Bularga shunday qarash kerak. Chet elga shu narsa bor, ya'ni. U yerda shunday qaraydi. Ular o'zlarini biz qahramonlarmiz deydi. Ya'ni hatto kinolardagi qahramonlar bizmiz deydi, ya'ni kiberg odamlarmiz, super qahramonmiz.
bular ham biznikilar xuddi shunday, bular super qahramon. Aytganimdek, shu imkoniyati cheklangan holatda o'zini biznes boshlagan, o'qish tugatib, hozir kadr bo'lgan, logistikada, IT sohada, kiber xavfsizlikda o'qiyapti. Kadr bo'lib, bular qahramon, shuncha narsani yengib o'tgan. Bo'rtirishmasiz, siz ham u odamlar uchun, o'sha protezlarni olgan insonlar uchun siz ham qahramonsiz-da. Endi banklarga mahallalarga qaytadigan bo'lsak, bu yil Xalqaro valyuta jamg'armasini yaqinda mana Vashingtonga borib keldim. U yerda ham aytilyapti. Bu yil yalpi ichki mahsulot 6,8% bo'ladi O'zbekistonda. Juda yaxshi rivojlanyapti. Qiyin sharoit bo'lishiga qaramasdan deyiladi. Inflyatsiya ham pasayadi, 6-6,5% atrofida bo'lishi kutilmoqda. Bu xizmatlar uchun kreditlarni haqiqatdan ham arzonlashtiradimi? Arzonlashtiradi. Boya aytib o'tganimdek, ularga imtiyozli kredit o'zi berilib turibdi, ya'ni 6% kompensatsiya bu dastlabki qadam. Biz yana ham kamaytirmoqchimiz kreditlarning foizini. Sababi ular o'sha yana ham ishtiyoq ostida o'sha ishlab chiqargan mahsulotlarni xorijlarga eksport qilsin. Boshqalarda ham misol uchun bizda oldindan bor, o'zi kimdir mehnat qiladi, kimdir olib sotadi-da. U ham buniki ham mehnat, uniki ham mehnat. O'shanaqa tadbirkorlarni ham ko'paytirish maqsad. Chunki birovning qobiliyati bor, faqat o'sha ishlab chiqarishda yaxshi qiladi-da, sotish qobiliyati yo'q. Bu o'z-o'zidan kreditlarning foizi pasayishi, inflyatsiyaning pasayishi o'z-o'zidan tannarxda ham tushishiga olib keladi-da. Bu tadbirkorga ham yaxshi, tezroq tovari realizatsiya bo'ladi, fuqarolarga ham yaxshi, o'zini ehtiyoji uchun olmoqchi bo'lgan narsasini arzonroq narxga oladi-da. Bu hamma narsasi bir-biri bilan uzviy bog'liq. Endi ko'rsatuvimiz boshlangandan beri ularga imtiyozli kreditlar beryapmiz, arzon kreditlar beryapmiz. O'zi necha foiz bu? Xo'p, imtiyozli kreditlar. Imtiyozli kredit yoshlar uchun bugungi kunda 18% dan kreditlar beriladi. 100 million so'mgacha ta'minotsiz, ular garovsiz beriladi. Ya'ni o'sha boya aytib o'tgan biron bir ishlab chiqarishni boshlasa yoki yonida 3-4 ta yoshda o'z bilan birga band qilsa, endi 18 yoshdan 30 yoshgacha nazarda tutilyapti yoshlar deyilgan. Undan tashqari bugungi kunda imtiyozli agar 30 yoshdan yuqori bo'lsa 22% dan yoki 23% atrofidagi foizlar beriladi va yoki kompensatsiya hisobiga bu ham 18%, 17% gacha arzonlashadi-da. Endi keyingi savolim sizga, Islomiddin. Yangi temir yo'llar, aviaqatnovlar orqali yo'lovchilarning soni 16 milliondan oshishi kutilyapti. Endi shunaqa prognozlar qilingan. Bu oqimni shu yuqori sifatli xizmatlarga aylantirish uchun nima deb o'ylaysiz? Infratuzilma qay darajada tayyor? Siz turizm bilan shug'ullanasiz, buni bilishingiz kerak. Albatta, turizm doimo shu infratuzilma bilan yonma-yon rivojlanishi kerak bo'ladi. Ya'ni infratuzilma bor joyda turizm gullab yashnaydi. Buni mana tajribadan ham ko'ryapmiz. Ya'ni infratuzilmasi bor joylar, ya'ni ichimlik suvi borgan, yo'llari yaxshi joylar, elektr ta'minoti, gaz ta'minoti bor joylarda albatta turizm rivojlanishini mana o'z ko'zimiz bilan ko'ryapmiz. Va bu yo'nalishda albatta misol uchun davlatda ham resurslar cheklanmagan. Ya'ni biz buni nima deya olmaymiz? Cheksiz resurs yo'q ayta olmaymiz. Ya'ni yildan yilga o'sha salohiyatli joylarga ajratib borilyapti bu narsa. Misol uchun mana bu yil ham o'sha davlat dasturida, o'sha ijtimoiy ishlab chiqarish dasturida ham turizm uchun alohida o'sha mablag'lar ajratilgan. Bu mablag'lar o'sha maqsadga sarflanadi. Chunki birinchi navbatda yo'llarimiz, agar yo'llarimizni yaxshilaydigan bo'lsak, misol uchun A nuqtadan B nuqtaga qatnash muddati, o'sha vaqtlar kamayadi. Bu o'z-o'zidan o'sha charchoqni boshqasini qiladi va eng muhimi xavfsizligi ta'minlanadi, yana sayohatchilarni. Men nimaga bu savolni berdim? Chunki mana juda ko'p sayyohlar kelishadi, avvalo Samarqandga boraman deydi, Buxoroga boraman deydi, lekin bilasizmi? Shu boraman deganda Afrosiyobga poyezdga bilet topish juda qiyin bo'ladi. Endi mana o'zingiz ham to'g'ri tushunasiz. Bitta temir yo'lni qurib uni ishga tushirish bu hazilakam ish emas. Mana may oyidan nasib bo'lsa o'sha Hyundai Rotem tashkilot tomonidan tayyorlangan o'sha O'zbekistonning Toshkent shahrini endilikda Xiva bilan bog'laydigan Jaloliddin Manguberdi o'sha temir yo'llari, ya'ni poyezdlar yetib kelyapti. Juda zo'r poyezd haqiqatan. O'zim o'tirib ko'rdim. O'zingiz o'tirib ko'rgan bo'lsangiz, Afrosiyobdan yaxshiroq ekan. Albatta, endi Afrosiyob o'sha o'zini davri uchun yaxshi bo'lgan. Endi Afrosiyob o'zini davri uchun yaxshi bo'lgan. Mana endi yildan yilga rivojlanishini ko'ryapmiz. Balki nasib bo'lsa mana Yaponiyada bilsangiz o'sha Shinkansen degan shu darajaga ham nasib bo'lsa chiqamiz. Mana bu yo'lda boshlangan, qadam boshlangan.
Ya'ni endilikda sayyohlarni vaqti qisqaradi. Bundan tashqari o'sha Samarqand Buxoroga ham bo'ladigan qatnovlar misol uchun soni oshadi. Mana endi maydan boshlangan bo'lsa, yil yakuniga qadar bu narsani oshadi. Bu nafaqat aholimiz, balki xorijiy sayyohlar ham xavfsiz, eng muhimi, va yuqori darajada xizmat ko'rsatadigan, tez va o'sha charchamasdan bemalol asosiy turistik shaharlarimizga, markaziy shaharlarimizga yetib borishlari mumkin. Va bundan tashqari aviaqatnovlar ham o'sha o'zingiz bilasiz, yildan yilga ko'payib boryapti. Bu nafaqat milliy aviakompaniyamiz, qo'shimcha yangi ochilgan kompaniyalar, balki boshqa chet el aviakompaniyalari ham kirib kelyapti. Buni misol uchun oddiy mana yaqinda statistikani ko'rganimizda, Malayziyadan oshgan sayyohlar sonini ko'rganimizda, mana birinchi chorak bo'yicha 9000 ga yaqin Malayziyadan sayyohlar kelgan. Bu o'tgan yili shu 5000 atrofida bo'lgan. Deyarli 3-4 mingga oshgan. Buni nima uchun sababi oshgan deb agar biz tekshiradigan bo'lsak, o'tgan yildan mana Air Asia o'sha low coaster qatnashni boshladi. Bu o'sha Malayziya, Indoneziya va umuman Janubiy Sharqiy Osiyoni bog'lovchi aviakompaniya bo'ldi va Batik Air bu o'sha Malayziyani aviakompaniyasi. Va ya'ni aytmoqchi bo'lganim, aviaqatnovlar soni oshgan sari narxlari ham endilikda sal tushishni boshladi. Tashrif buyuradigan O'zbekistonga sayyohlar soni ham ortishni boshladi va eng qizig'i o'zimizni fuqarolarimiz, o'zimizni aholimiz ham sayohat qilishni endilikda inglizchada affordable deydi. Endi ya'ni bemalol sayohat qilishlari mumkin. O'zi bilasizmi, aviakompaniyalarning soni oshishi ham birinchidan raqobat, to'g'rimi? Raqobat bor joyda sifat yaxshi bo'ladi va narx ham qanaqadir tushishi ham mumkin, to'g'rimi? Albatta bu raqobat bor joyda doimiy, bu hamma sohada ham raqobat agar bo'ladigan bo'lsa, bu bevosita o'sha ikkita tashkilot, nechta tashkilot bo'lsa ham qanchalik yaxshi xizmat ko'rsatadigan bo'lsa, mijozlar ularga borishi bu ilmiy asosda ham ko'p asoslangan narsa va buni mana biz hozir o'sha aviakompaniyalar misolida ko'ramiz va bizda O'zbekistonda doimiy mana ta'kidlanadigani ovqatlanish yo'nalishida, aynan restoran sohasida bu juda ham aynan O'zbekistonda katta raqobat bor. Buni misol uchun o'sha xizmat sifati va o'sha ovqatlanish sifatidan ham bilsak bo'ladi. Sizga savolim, mahallalarda shu minglab yangi bizneslar ochilyapti deyapmiz, to'g'rimi? Banklar uchun eng katta xavf nimada? Bu risklarni ham analiz qilasizlarmi? Risklarni ham albatta analiz qilamiz. Mana o'zi mahallada kredit ajratish mana shu bu 2025-yilda boshlanmadi-da. Bu 2017-2018 yillardan beri bosqichma-bosqich shu darajaga yetib keldik. Biz aholini o'rganamiz. Boya aytib o'tganimdek, o'zi o'ylashi mumkin, aholi men chorvachilikka olamanda kredit, chorvachilik, lekin aslida u chorvachilik shug'ullanish uchun xonadonida sharoit bo'lmasligi mumkin. O'shanda boya yordamchi agentlar, mahalla bankirlari ularga to'g'ri yo'nalish beradidagin, o'zini boshqa tadbirkorlikda sinab ko'rish bo'yicha yo'nalish berib, shu yo'nalishda kredit ajratib berishadi. Ya'ni bu duradgorlik yoki o'sha issiqxona qilishi mumkinda, sharoiti bor, xonadonida suvi bor, yeri bor, lekin molxonasi bo'lmasligi mumkinda. O'shanaqalarda shu taraflardan biz riskini oldindan o'rganib, fuqaroni to'g'ri yo'nalish berishga harakat qilamiz. Bu o'z navbatida kreditlarda o'z vaqtida qaytishini ham kafolati hisoblanadi. Mana o'tgan yili 2025-yil davomida ajratgan kreditlarimizda bu aytdim 20 mingga yaqin shu paytgacha hali muammoli kreditga aylangani yo'q orasida. Demak, yaxshi ishlayapsizlar va odamlar olgan kreditini bankka qaytaryapti. Shunday, bu o'zi fuqaroni to'g'ri tadbirkorlikka yo'naltirish, bankda birinchi navbatda kreditini o'z vaqtida qaytarishini kafolatlash bir qismi hisoblanadi-da. Shunday, shuning uchun mahalla bankirlari doimiy mahallada fuqarolar bilan doimiy muloqot o'tkazib, har haftada, har oyda bir marta fuqarolarda moliyaviy savodxonligini oshirish bo'yicha qisqacha seminar treninglar o'tkazib turishadi. Bizda mana o'tgan yilgi ko'rsatkich aynan turizm sohasidagi o'sishda bitta misolini aytmoqchiman. Bu turoperator va turagentlarning soni o'tgan yil 741 ta tashkil qilingan. Yangi buni agar misol uchun kunlarga bo'ladigan bo'lsak, har kuni ikkitadan yangi turoperator, tur firmalar ochilgan deb aytsak bo'ladi. Bu nafaqat misol uchun xorijdan sayyohlarni olib kelish, balki o'zimiz aholimizga ham xizmat ko'rsatuvchi o'sha turistik tashkilotlarni
tashkil qilingani bilan baholasak bo'ladi. Endi eng qiziq tomoni turizm, ya'ni nozik, ya'ni sezuvchan yo'nalish, ya'ni tashqi ta'sirlarga, siyosiy jarayonlarga yoki bo'lmasam tabiiy jarayonlarda juda ham sezuvchan, ya'ni sayyohlarni misol uchun kelishiga yoki boshqa rejalariga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Uzr gapingizni bo'laman. Mana Yaqin Sharqdagi mojarolar hozir ta'sir qilyaptimi? Albatta o'sha boshida, ya'ni bu mart-fevral oylarida bu kuzatilgan, ya'ni Yaqin Sharqdan keladigan sayyohlar va bevosita Yaqin Sharqni tranzit sifatida ishlatadigan sayyohlar oqimiga biroz bo'lsa-da ta'sir qildi. Lekin bir tomondan Yaqin Sharqqa sayohatlarni rejalashtirilgan sayyohlar O'zbekistonga rejalashtirilishi ham kuzatilyapti. Chunki baribir bu voqealardan keyin buni misol uchun umuman vaziyat yaxshilangandan keyin ham 1-2 oy baribir odamlarda gumon, ikkilanish bo'ladi bu sayohatchilarda bor narsa. Chunki xavf bor joyda hech kim haligi xotirjam sayohat qilishni qilish xohlamaydi. Shuning uchun turizm qo'mitasi shu o'zini tegishli strategiya chora-tadbirlarni qilgan. Aynan bu yo'nalishda nima qilishimiz kerak, targ'ibotni qanday tashkil qilishimiz kerak, qaysi davlatlarga e'tibor berishimiz kerak. Shu yo'nalishda biz o'zimizga yarasha rejalarni qilganmiz. Buni nasib bo'lsa mana natijasini o'sha sayyohlar oqimidan ham sezish mumkin nasib bo'lsa. Bilasizmi, yuqorida men Xalqaro valyuta jamg'armasini esladim. Shu yerda juda ko'p qanaqa xavflar bor, u xavflarni qanaqa aylanib o'tish mumkin degan masalalarni muhokama qilindi va juda ko'p gapirildi-da. Qaysidir mamlakatlar uchun bu o'sha mojarolar imkoniyat bo'lishi mumkin ekan. Masalan, Gruziyaga o'xshagan davlat yoki O'zbekistonga o'xshagan davlat, masalan, aynan turizm sohasidan ham qanaqadir dividendlar olishi mumkin ekan. Aynan shunaqa mojarolar sharoitida ham. Shunday, bu faqat turizm emas, balki aviaqatnovlarda ham O'zbekiston misol uchun o'rtada, ya'ni bu bizni geografik jihatdan tranzit. Biz ikki tomonlama misol uchun dengizdan cheklagan bo'lsak ham, lekin aynan tranzit jihatidan aviaqatnovlar uchun juda ham qulay joylashgan geografik jihatdan. Shu tomonlama ham buni ta'siri bo'lyapti. Dasturimizga vaqt ajratib kelganinglar uchun katta rahmat deymiz. Bu ochig'ini aytganda dasturi edi UzReport TV kanalida va bugun biz servis xizmatlarini rivojlantirish mavzusini janoblar bilan muhokama qildik. Bizni tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Salomat bo'ling. UzReport TV kanalida qoling.